Kecha bir partada yonma-yon o'tirgan sinfdoshlar. Bugun hayotning turli yo'llarida kimdir uzoqda, kimdir yaqin, kimdir esa faqat xotiralarda qolgan. Vaqt bizni ulg'aytirdi. Sochimizga oq tushirdi. Yelkamizga mas'uliyat yukladi, ammo maktab hovlisidagi beg'ubor kulgularni vaqt ham eskitira olmadi. Agar bu videoni sinfdoshlarim ko'rayotgan bo'lsa, bitta iltimosim bor. Hayot bizni turli yo'llarga ajratgan bo'lsa ham, bir sinfda boshlangan do'stlik qalbimizda qolgan. Bir-biringizni qadrlang, vaqt juda tez o'tar ekan, balki bugun yozilgan bitta xabar, qilingan bitta qo'ng'iroq ertaga eng qadrli xotiraga aylanar. Bir-biringizni yo'qotmang, chunki yillar o'tgani sayin inson boyligi pul emasligini, balki uni eslab turadigan odamlar ekanini anglar ekan.